Mana bu boshqa imperiya. Mana bular imperiyalar. Mana qaranglar buni. Bular boshqa bir, ya'ni dushmanlarimiz bular. Mana pillagerlar deyiladi. Bular, mana bular ham urush bo'lyapti. Bu imperiyada ko'rgan bo'lsanglar mana qaranglar. Bu imperiya bilan qarshi imperiyada urush bo'lyapti mana. Yo, tong otibdi. Qani ko'chaga chiqaylikchi. Yo, heyo, bunchalar sizlar bilan men yana Shaho. Bugungi videoga xush kelibsizlar azizlar. Bugungi videomizda sizlar bilan imperiya boshqaramiz. Bolalar, mana videoda ko'rib turibsizlar. Hozir men sizlarga imperiyam ko'rsataman. Mana imperiyam bu meni uyim. Sizlarga yoqdimi yo'qmi? Uni kommentariyada yozib qoldiringlar mana. Xo'sh, men imperiyam ko'rsatib chiqaman sizlarga birinchi. Kattakon imperiyam. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham katta imperiya. Xo'p, bugun videoni nimalar bo'lishini sizlarga aytib beraman bo'lar. Bizning imperiyamizni boshqarishimiz kerak bo'ladi. Bizga xalaqit beradigan kimlar bor? Boshqa imperiyani boshqaradigan nima deydi, prezidentmi, shohmi, o'shandaylar bu mana. Mana bu boshqa imperiya. Mana bular imperiyalar mana. Qaranglar buni. Bular boshqa bir, ya'ni dushmanlarimiz bular. Mana pillagerlar deyiladi. Bular, mana bular ham urush bo'lyapti. Bu imperiyada ko'rgan bo'lsanglar mana qaranglar. Bu imperiya bilan qarshi imperiyada urush bo'lyapti mana. Qo'shnimiz bular. Buni sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin mana shunday videolar chiqaveradi azizlar, mana qaranglar. Bu nima deydi, sal bizga do'stonaroq imperiya. Mana pillagerlar hujum qilyapti ichkariga, ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana. Sekinlashtiruvchi damlama bor bir-biriga. Bosib olyapti, ko'rgan bo'lsanglar. Biz ozgina buni nima deydi, kuzatib turamiz. Mana yerdan qo'shin yuborishyapti. Xo'p, menimcha bu imperiya yutqizsa kerak. Xo'p, unda ketdik o'zimizning imperiyaga. Bizning imperiyamiz bilasizlar, hozircha rivojlanayotgan imperiyalardan biri. Bizda ham askarlar bor mana. Ko'rib turibsizlar, bir ikkita askarlarimiz bor. Ichkarini himoya qilish uchun biz hali urushga yo boshqa narsaga tayyor emasmiz azizlar. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Hozir birinchi qismda bolalar o'zimizning imperiyani rivojlantirishimiz kerak. Xo'sh, masalan, qishloqlarga agrot va shunga o'xshash narsalar qurib berishimiz kerak. Aholimiz ham nima deydi, talaygina. Mana darvozamiz, bu imperiyamizning darvozasi. Mana. Xo'sh, mana bizga yaqin bo'lgan imperiya. Biz hozir kuchimiz yetishi mumkin bularga hujum qilishga, lekin hozircha o'zimizni tiklab olishimiz lozim. Bu chiqish mana sandiqda nima bor? Bolalar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men 2000 taga harakat qilyapman. Mana, bolalar ko'rib turibsizlar. Biz ham imperiyamizni kuchaytirib, nima deydi, juda ham qattiq urushlar va shunga o'xshash. Mana yerda misol uchun ko'prik yo'q. Urush qilish bizga juda ham qiyin bo'lishi mumkin va xarajatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hozir aqlli yo'l tutamiz. Davlatimizni o'zi rivojlanadi, aholilar ko'payadi. Mana. Birinchi bolalarga maktab qurib berishimiz kerak. Har xilcha, misol uchun harbiy tayyorlov maktabi, yana shunga o'xshash. Izohlarda fikringizni ham yozib qoldiring. Men shunga qarab narsa quraman. Xo'p, bolalar, qayerdan maktab quramiz? Mana shu yerdan quramiz albatta. Yoki chekkaroq bo'lmaydi desanglar.
Xo'sh, qayer misol uchun? Lekin o'sha yer tekisroq edi-da. Ha, mayli, o'sha yerga quraveramiz. Qurishni boshladik. Aholilarimiz va harbiylarimiz ko'paygandan so'ng biz ham balki urushlarda qatnasharmiz. Lekin nima deydi, urush bo'lmasin deymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ha, aytganday, Ramazon oyingiz muborak bo'lsin, azizlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yetsa kerak. Kichkina va shinamgina maktab. Endi ichini pol bilan to'ldirib chiqamiz. Menimcha, o'zimizni bayrog'imizni ham yaratishimiz kerak. Harbiy kuchlarni bizga yordam beruvchi bular golemlar ham bor, azizlar. Yana biz bilmagan sirlar ham bor. Balki yana atrofimizda imperiyalar bor bo'lishi mumkin. Uni men bilmayman. Hozir qo'shni davlatlar, mana bular. Mana bitta bor, mana yana bu yerda ikkita bor. Hozir bu yerda urush bo'lyapti, bilsangiz, sal qotyapti. Urush bo'layotgani uchun villagerlar kuchli deb o'ylayapti. Balki armiyamiz yaxshi bo'lib ketsa, ularga yordam ham beramiz. Voy, mana buni qarang, bayrog'ini. Biz ulardan kuchlimiz, azizlar. Keyingi videolarda albatta ularni yo'q qilishga harakat qilamiz. Sizlar albatta podeshka bersanglar. Birinchi o'zimiz rivojlanib olishimiz lozim. Xo'sh, 1, 2, 3, 4, ha. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha, bo'ldi. Xo'sh, ustini tosh bilan qilamiz. Kamon otish sohasi va shunga o'xshash sohalarda bu maktab o'tadi. Birinchi etaji oddiy maktab, ikkinchi etaji armiyaga tayyorlov. Xullas, ideya ham berib turasiz degan umiddaman. Xo'sh, yaxshi chiqyapti hozircha obunachilar. Sizlar zerikib qolmagansizlar degan umiddaman. Albatta, keyingi videolarda qiziqarli bo'ladi video. Chunki urushlar va shunga o'xshash nima deydi, vaziyatlar bo'ladi hali oldinda. Va shunga o'xshash yaxshi modlar ham yuklab sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Hozircha yaxshi ketyapti. Biz ham imperiyamizni juda ham kuchli qilamiz. Xo'p, shunday yaxshi. Bu yer albatta eshik bo'ladi. Xo'p. Mana shunday zinalar va yaxshi. Xo'p, mana bunday qilsak chiroyli chiqadi. Chunki faqat yog'ochdan qilsak, xunuk bo'lib qolishi mumkin. Ham yonib ketish foizi ham yuqori bo'ladi agar chaqmoq chiqsa yoki pillagerlar hujum qilsa, uzr. Xo'p, uyimiz chiroyli chiqyapti degan umiddaman. Sizlar albatta obuna va like bosgansizlar degan umiddaman. Xo'sh.
Yo'q, bunday qilmaymiz. Mana voy buzobman 2 marta bosib yubordim. Xo'p, uyimiz zo'r chiqyapti. Menga yoqdi, sizlarga kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'p, mana oynalari. Bu yerni ham buzib sirazi yamab qo'yamiz. Hozircha bugungi qismda faqatgina maktab qurishga vaqtimiz yetar ekan. Xo'sh. Yaxshi. Maktabimiz zo'r chiqyapti, albatta o'quvchilarni jalb qiladigan maktab. Endi yorug'lik. Yaxshi. Mana shu qo'yamiz. Endi mana bunday zinapoyalar kerak bo'ladi bizga. Va keyin o'quvchilar o'qishi uchun mana bunday narsa. Xo'sh, doska yasashimiz uchun mana bunday bloklar olamiz hozir. Mana doskaga o'xshaydigani. Mana doska bo'ladi bu. Bu yer. To'rtta yetar ekan. Yaxshi chiqyapti. Yaxshi. Xo'sh, endi nima qilamiz? Albatta kutubxona. Kutubxona kerak bo'ladi, chunki o'quvchilar kitob o'qishi uchun. Xo'sh, bu menga yoqmadi uncha. O'z mana bunday qilamiz. Ana endi doskaga o'xshadi bolalar. Buni atroflarini kitoblar turadigan javonlar qilib tashlaymiz. Mana, endi chiroyli ko'rinyapti. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda ustoz o'tiradigan joy bo'ladi. Mana ikkita qilib qo'yaylik. Ha, chiroyli chiqdi. Xo'p, endi birinchi partadan boshlaymiz. Yo'q, bu yerda emas, mana bu yerda. Chunki chiqib ketish joyi ham kerak. Mana bunday, mana bunday, mana bunday, mana bunday. Orqada eshik ham bo'ladi. Nimaga desangiz, o'zingiz tushunib olingiz. Orqadagi eshik albatta o'sha joyga chiqib kelish uchun. Buni olamiz. Ya'ni maktabda orqasiga sayr o'shanday. Masalan, orqa tomondan chiqish xullas. Tushungan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, yana to'xta, mana bunday qilib chiqamiz. Xo'p va zo'r chiqdi bolalar. Necha kishilik o'quv markazi bo'ldi bu? Xo'p, 1 2 9 kishilik yetadi. Hamda aholimiz kam. Yo'q, to'xta. To'xtanglar. Hozir nima qilamiz? Albatta yana bir qo'shishimiz kerak. Mana chiqish joyi ham ochiq qoladi shunda. Zinaga ham kerak ikkinchi etajga olib chiqish. Yo'q, mayli 9 kishilik bo'lar ekan. Endi tepaga chiqaruvchi zina qilishimiz kerak. Xo'p, mana ha. Yomg'ir yog'yapti tashqarida. Bular kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bundan zo'r videolar kanalimda chiqaveradi. Xo'p, yaxshi. Mana bo'la ideal. Ikkinchi etajga chiqish. Mana bu tushayotganda, ha, zo'r. Ikkinchi etajda keyingi videolarda bitirib qo'yamiz. Hozir turaversin. Bo'ldi. Albatta zo'r chiqdi degan bittaman. Mana bu yerdan o'tib ketishadi. Bu yerni ham biron narsa qilib qo'yishimiz kerak. Mana bu kitoblar qo'yib qo'yaylik.
va mana bu yerda shunchaki bu yerda dars qilib o'tirish uchun joy. Mana bu yerda ham joy ortib qolyapti. Yo'q, bu yer tushish uchun va mana zo'r. Yo'q, buni olamiz, bosh tegib qolishi mumkin. Buni ham olar ekanmiz. Albatta qulay qilishimiz kerak, bolalar. Xo'p, mana. Tor bo'lib qo'yapti, demak bir kishilik qilamiz. Mana. Zo'r chiqdi degan umiddaman. Albatta zo'r chiqdi. Xo'p, maktabimizga baho bering. Tong otishini kutamiz endi. Va qani bolalar yoki nima deydi, aholimiz kelib bu yerda o'qisin. Uxlab olaylik. Mana uxladik va tong otdi. Ketdik. Yomg'ir tinmabdi, mayli. Tinibdi. Xo'sh, qani aholimiz keladimi bu yerga? Maktabimizga. Kelish uchun vaqt kerak. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Xayr, kelasi videolargacha ko'rishguncha.